Ko'pchilik savol beryapti, simlarning secheniyasi necha kilovat ko'taradi. Shuni bitta video qilib, tablitsasini tashlayman. Shunga qarab turib o'zingizlar hisoblab olasizlar. Bu yerda 3 faza bor, bir faza bor. 380 bilan 220 yozilgan. Yana alyumin bor, misli sim bor. Shunga qarab turib o'zingizlar sim topsanglar bo'ladi. Hozir tablitsasini tashlab qo'yaman, ko'rib olasizlar. Bu tablitsa Sovet davrida chiqqan. Hozirgi simlar bunaqa tok ko'tarishiga garantiya yo'q. Men ozgina ishonmayman bunga. Lekin bitta narsa bor, simlarni har doim zapasi bilan qoldirishingiz kerak. Keyin yana bitta narsa, bizani hamma simlar ham misol unaqa yozilgan darajadagi ko'tarmaydi, qizishi bo'ladi. Shuning uchun bir 20% mo'ljal qilib zapas tashlab ketasizlar. 20% qo'shib hisoblab turib qilasizlar. Menda mana 16 lik bo'ladigan bo'lsa, hozir 3 fazada alyuminda 28 kilovat ko'taradi. Men unga 20 ulyapman. Invertor. Lekin panellarim menda hozir shunda 17-19 bo'ladigan bo'lsa, sotsam 16-17 kilovat sotadi ko'pi bilan. 18 sotgan taqdirda ham 28 ko'taradi. Shuna qilib hisoblab simlarni tanlayverasiz. Misol 10 kilovat, 5 kilovat bo'lsa, o'shanisiga qarab turib sim tanlasanglar bo'ladi. Lekin 10 kilovat bir faza, 20 kilovat 3 fazadan ko'ra qalinroq sim talab qiladi. Chunki bir fazaga 10 ni hammasini sotiladi. Agar 3 faza 20 kilovat bo'ladigan bo'lsa, unda 3 ga bo'ladi 20 ni. Shunda har bitta fazadan 5 va 7 taxminan kilovat tok o'tsa, lekin 0 dan 17 kilovat o'tadigan bo'ladi. 0 ni kuchaytirganingiz yaxshi bo'ladi. Bir fazada bo'linmaydi, shuni hisobiga bir fazaga kattaroq sim kerak bo'ladi. To'liq 10 bo'lsa, undan 8-8,5 kilovat sotgan taqdirda to'liq 8-8,5 kilovat oqib o'tadi.